Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bu yerda servis plaza degan joyda to'xtaganman. Bu yerda mana marketlar, har xil fast foodlar bor, dam oladigan joylar bor. Bu servis plaza ikkita katta yo'lning o'rtasida joylashgan. Juda qulay. Mana shoferlar uchun hamma narsa yaratilgan. Shoferlar mana bu yengil mashina, katta mashinalar uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, bunaqa narsalarni O'zbekistonda ham yaratadigan vaqti keldi. Chunki qulaylik yaratmasa bo'lmaydi. Mana hamyoda mana katta mashinalar to'xtaydigan o'zini joyi bor. Yengil mashinalar o'zini to'xtaydigan joylari bor. Yo'lning o'rtasida juda qulay, qaqqadir qaylib kirish kerak, uzoqroq ichkariga chiqib ketish kerak yo'ldan yo'q. Hammasi yo'l yuzida. Mana bunaqa katta building. Bu Floridada, boshqa shtat, imенно platniy yo'l, platniy to'lov yo'llarda mana shunaqa plazalar yaratiladi o'zi asosiy. Bu yerda ham benzin, solyarka quyib olsa bo'ladi. Hamma narsa inson uchun yaratilgan joy. Yana bitta fishkani hosiliga ko'rsataman bu yerda. Chunki Florida issiq iqlim bo'lganligi uchun yo'llarda yurganda har xil qurt qumursqalar kelib lobovoy oynaga uriladi, chaplanadi. Shu holatda yana bitta yangilik yaratilgan. Hozir ko'rsataman. Mana plaza yo'l yuzida joylashgan. Mana bu bir tomonga ketadigan katta interstate. Bu plaza yo'lning o'rtasida joylashgan. Keyin qarama-qarshi yo'l naryoqdan bu yoqqa interstate ketadi. Tak, mana hozir trakka o'tirdi. Yo'nalishni davom etamiz. Mana shu yerda aytayotgan narsam trakchilar uchun yaratilgan. Bu yerda spesialniy joyi bor. Lobovoy oynaga suv sepadigan joyi bor. Hozir o'sha yerda to'xtab shu oynalarimizni inshaalloh hozir tozalab olamiz. Ko'ramiz ishlayotganmi ekan. Hozir mana shu joy. O'zini parking qiladigan joyi bor. Mana sekin yaqinlashyapmiz mana. O'zini ayoda truba chiqib turibdi, o'zini sensori bilan ishlaydi. Qani? Mana shu to'xtagan joyda to'xtashimiz kerak. Voy. Shamol tufayli uchun bizani suv sepadigan apparatimiz trakimizga yetib kelmayapti. Bir minut. Bir ham yetib kelmayapti. Mana sal uryapti. Shamol bo'lganligi uchun chiqayotgan suvni boshqa tarafga aylantirib yuboryapti. Buni endi o'zimizni yo'nalishimiz, o'zimizni mashinaga tegishli bo'lgan suvlar bilan endi yuvamiz buni. O'yin atak sepyapti ana. Ketmaguncha sepaveradi. Короче, shunaqa. Shu yangilik emas, lekin O'zbekiston uchun yaratiladigan narsalar shular hammasi. Asosiy furada yuradiganlar, uzoq yo'nalishga qatnaydiganligi juda yaxshi sharoit. Shu hali ham sepyapti mana.